Sizga sinfdoshlaringiz nomidan dastlabki bor edi. Qanaqa dastlabki adashmadingizmi? Nima munosabati bilan? Ko'zingizni yumib turasiz, surprizda olaman. Sinfdoshlaringiz to'planib basseynga borgan ekan, bormagan ekansiz-ku. Ashunga ilinib, suvdan cho'milgan suvdan dastlabki qilishyapti aka, uzr xizmatchilik. Do'stlarga qo'shilmaslikning oqibati shu ekanda. Bo'pti, yaxshi boring. Bundoq bir quyuq xayrlashish ham bilmaysiz. Odamlar ishga ketayotganda quchoqlab xayrlashadi. Bo'pti, yaxshi o'tiringlar. Aytgancha. Nima qilganingiz bu? Qilg'ingiz qursin. Kupa kunduz kuni oyjon ko'rib qolsalar nima deydi? Biroq aytsangiz o'zim quyib berardim. Xotiningiz hali o'lmagan. Xo'p. Choy quyib yubor. Nima? O'zingiz qo'lingiz yo'qmi? Yo sizga kecha kelgan kelinchakmanmi choy quyib uzatadigan? Dadasi? O'zi menga uylanganmisiz yoki shu telefoningizgami? Bundoq bir xotinga e'tibor berishni ham bilmaysiz. Shuncha pardozni qo'shni uchun qilyapmanmi? Xo'p. Dadasi, tinchlikmi? Odam ko'rmaganmisiz, tikilib qoldingiz. Bugun rosa ochilib ketibsan. Ustimdan kulyapsizmi? Menga termilib o'tirguncha borib ishlaringizni qiling. Yana yotibsizmi, dadasi? Siz ham cho'zilib yotavermasdan odamlarning eriga o'xshab zalga chiqib, qachchoq erkak bo'lsangiz bo'lmaydimi, dadasi? Ha, dadasi, yo'l bo'lsin. Zalga shug'ullangan. Bir kun zalga borib keyin yoting mazam qochib qoldi deb o'ziga yarashadigan ish qilsangiz-chi, dadasi. Yandirdingda ko'zidan dana, kuydirdingda qo'lingda divana. Mashxonadan bugun to'lasini gazetini. Yana qonim og'rib qoldi, boshim og'riyapti. Keyingi oyga 2 oyda bitta qilib to'laymasa badanim qichadigan qoldi. Pilis qilib qo'yaveraychi, Bahodir akani. Bahodir aka! Voy Bahodir aka! Uyda erkaklar yo'q edi. Bo'pti, opa, bankdan kelishib deb qo'ying-a. Ammo 7-eshikni ochmayapsizlar-da. Unaqa qilmanglar, men oyligimdan ushab qolyapti. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, imeni sizmisiz? Dilshodbek. Dilshodbek, ha, menmi? Akajon, biz istab kelamiz bankdanmiz. Aka 300 ming so'm to'lab qo'yasiz, to'lab qo'y. Mana akajon 300 mingmi? Men moni olib qo'ying, bo'ldi. Yuz qo'ying, bo'ldi. Hozirda o'zida. Mana bu sizda klientlar ko'paysa, aka, qo'lingizcha aka quruq qaytarmaymiz. Qo'lingizga aka Trekker avtomobil Stop Top kompaniyasidan, ya'ni bankimiz nomidan sizga bitta avtomobil sovg'a. Qo'shnimga kredit to'laganiga mashinani kalitini berdimi? Men ham to'lab qo'yaman shekilli. Mashkalat bizni bankimiz nomidan sizga uka. Mazza qilib mening. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, qo'shni yaxshimisiz? Tinchlikmisiz? Hozir qo'shnimga kalit berib yubordim, Trekkerni kalitini, ha? Trekker. Men monoxonadan chaqirdingizmi meni, ha? Ha, chaqirsam, uyda yo'q dedi ayol kishi. Yolg'on gapirishdi, yolg'on gapirdi. Men soqolimni olyatuvdim, eshitmay qopganda. Sizlar do'stingiz ham bermaysiz, sharoitingiz yaxshi. Yo'q, mana 7 yillik kreditim ham chiqdi ukajonim, mana. Pilis qilib qo'yasiz, 20 million. 20 million. Yo'q, pilis. Bo'l. Rahmat. Joningiz omon bo'lsin. Menga kalit deymisiz? Va bu prosta hazillashdik. Bu xodimimiz, yangi ishchi. Shuning uchun haliga bitta fintini ko'r, qanaqa eplolsam degan narsa. Ikkinchidan malades, oyligini oshiring, boshliqqa mahkamasin. Ertaga ko'rishamiz. Menga qara erta-petta qilma, 17 2 3tasi eshikni ochmayapti, ashlab boramiz, rollarni berasan, shuni oyligini oshiramiz. Davay ketdik. Aka, joningiz omon bo'lsin. Sog' salomat bo'ling. Bankda vaqtida to'lab qo'yish ko'rgan kliplar. Oxiri bizdagilardan pul olish yo'lini topishdi-da. Voy dugonajon, qara bularni. Bularga rosa havas qilyapman-da. Baxtliligini qara. Nima? Bularni hammasini er xotinni bo'layapsanmi? Qarab turgan ozmasanga baxtini qanaqaligini ko'rsataman. Allo dugonajon, hozircha eringni tayyorlab ko'rib qoldim deb mazza qilib o'tiribsan, o'tirishingni qaragin, nima bor hol sharmandalikni. Uyat bor-ku, uyat.